25 dan 50 gacha bo'lsa, bu 3-daraja, 50 gradusdan yuqori bo'lsa, bu 4-daraja hisoblanadi. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Berdiyev Bunyod Toshboyevich, travmatolog ortoped shifokori. Bugun sizlar bilan dolzarb mavzu bo'lgan skolioz haqida gaplashib o'tamiz. Skolioz kasalligi bu umurtqa tanasining kasalligi hisoblanib, bu odatda umurtqaning yon tomoniga qiyshayshi va umurtqa tanasi o'z o'qi bo'yicha buralishiga skolioz kasalligi deb ataladi. Skolioz kasalligi belgilari bu orqa tomondan ikkala elka bir xil bo'lmaydi, ya'ni bir tomon osilgan holatda bo'ladi. Kiyimini yechib ko'rganda qovurg'alar bir tomondan bo'rtib chiqqan bo'ladi va bel mushaklari bir tomonda asimetriya, ya'ni kuchli rivojlangan holatda bo'ladi. Skolioz kasalligi bu tug'ma va orttirilgan bo'lishi mumkin. Idiopatik skolioz bu bolalarda, ayniqsa o'smir yoshlarda ko'p kuzatiladi. Stolga noto'g'ri o'tirish, noto'g'ri yuklama berish, doimiy noto'g'ri harakatda bo'lish natijasida kelib chiqadi. Skolioz kasalligi kattalarda ham uchrashi mumkin. Bu sekin-sekin paydo bo'ladi yoki ikkilamchi bo'lishi mumkin. Koksartroz, osteoartroz natijasida o'sha sohada og'riqlarni ehtiyot qilaman deb yoki o'sha tomoniga bir tomonga oqsoqlanib yurishi natijasida son suyagini boshasida aseptik nekrozdan keyin so'rilib ketish natijasida bir tomonga oqsoqlanish natijasida sekin-sekin bel sohasida, dumg'aza sohalarida, ko'krak umurtqalar sohasida bir tomonga orttirilgan skolioz, kompensator skolioz paydo bo'lishi mumkin. Skolioz kasalligini 4 ta darajasi bo'ladi. Ko'p bo'yicha 10 gradusgacha skolioz 1-darajada, 10 gradusdan 25 gradusgacha bir tomonga osilgan bo'lsa, bu 2-daraja, 25 dan 50 gacha bo'lsa, bu 3-daraja, 50 gradusdan yuqori bo'lsa, bu 4-daraja hisoblanadi. Skolioz kasalligining yomon asoratlaridan biri bu nafas yetishmovchiligi, yurak siqishi, ozgina tik turgan holatda bellarda og'riqlar, ko'krak umurtqalarida kuchli og'riqlar paydo bo'lishi bilan kechadi. Bu kasallik asorati yomon hisoblanadi, ya'ni buni operativ yo'l bilan ham davo qilganda 50% holatlarda rezultat bo'ladi, 50% holatlarda rezultat bermaydi. Ya'ni umurtqa tanasi qiyshiqligi hisobiga. Menga ko'p savol keladi, skolioz kasalligida sport bilan shug'ullansa bo'ladi. Albatta, sport bilan shug'ullansa ijobiy ta'sir qiladi, lekin hammasi bilan emas. Yengil atletika bo'lsa, masalan, qiz bolalarda raqs to'garaklari bo'lsa, o'g'il bolalar yoki qiz bolalarda suzishlar bo'lsa va ko'proq yuradigan holatlar bo'lsa, bu albatta skolioz holatida mushaklarimizda orqadagi uzun paravertebral mushaklarimiz kuchini baquvvat qilamiz va og'riqlar yo'qoladi va skoliozni darajalari kamayib boradi. Skoliozni darajasi oshmaydi, bitta joyda qoladi. O'z holatini saqlab qoladi, kamaymaydi, lekin og'ir shtangalar ko'tarish, og'ir yuklamalar berish, nagruzkalar berish bu xavf omil hisoblanadi. Umurtqa tanasida agar skolioz bilan birgalikda osteoporoz kuzatiladigan bo'lsa, bu holatda umurtqa tanasining sinishlari ham kuzatilib, og'ir asoratlarga olib keladi. Skolioz kasalligini oldini olish uchun albatta to'g'ri ovqatlanish, oqsilga va kalsiyga boy bo'lgan oziq mahsulotlarni iste'mol qilish va stolda to'g'ri o'tirish, doimiy bolalarda ko'p kuzatiladi. Maktab yoshidagi bolalarda og'ir sumkalar bo'ladi, og'ir yuklamalar ko'tarmaslik va doimiy sumkani bir tomonga osib yurmaslik kerak bo'ladi va surunkali kasalliklarda yoki autoimmun reumatoidni kasalliklarda, sahar bor bemorlarda ko'pincha qonda vitamin D va kalsiy tekshiruvlarini doimiy tekshirib borish kerak bo'ladi. 1 yilda 1 marta, kamida 1 yilda 1 marta kuzatib borish kerak bo'ladi. Bu kasallik ko'pincha osteoporoz kasalligi, ya'ni suyak zichligi kamayishi bilan birgalikda kechib boradi va skolioz kasalligi asorat bo'lib qoladi, skolioz kasalligiga olib keladi. Agar sizda va yaqinlaringizda skolioz kasalligi bilan bezovta bo'lgan bemorlar bo'lsa, quyidagi telefonlar orqali murojaat qiling va kanalimizga ulaning, like bosing, kommentariyaga savollar qoldiring. Men sizga to'liq ma'lumotlar beraman.